Nisbiylik nazariyasining o'zbekcha talqini. Bir xodimni rahbar ishga oldi. O'sha yangi xodim uchun direktor, korxona boshlig'i dunyodagi eng saxiy, eng saxovatli, ochiq ko'ngil, odamiylik bo'yicha yuqorida turadigan, vatanparvar, eng zo'r inson bo'ladi. O'sha boshliq boshqa birovni ishdan bo'shatdi. Bo'shagan sobiq xodim uchun direktor eng qurumsoq, eng nohaq, eng yaramas, badbaxt kimsa hisoblanadi. Ana tanganing orqa tomoniga qarasak yomon, oldi tomoniga qarasak yaxshi bo'ladi. Yana bir narsani bilib oling. Yangi xodimni kimningdir burni qonashi hisobiga ishga olinadigan bo'lsa, mana bu eng yomon holat bo'ladi.